Do'stlar, mana 28-iyul asal olish jarayonini davom ettiryapmiz. Soat 4 dan o'tdi, 16:00 dan o'tdi. Mana shu holatda. Ularda kamroq, mana bu narigisida zo'r, bunda zo'r. Mana shu holatda, do'stlar. Sekin olyapmiz. Xudo xolasa. Bay. Arilarimiz nimagadir chaqmayapti ham yaxshi. Shunday yuvosh bo'lib tursa, lekin bir marta chaqdi ertalabdan beri. Boshqa chaqqani yo'q. Mana shu holatda davom etib tursak, kechgacha anchagina asal olib qo'yamiz, xudo xolasa. Shopping qilardi. Maqtar bizda. 10 minut bo'lsinmi? Mana bu oilamiz ham 4 ta ramkada berdi. Xudo xolasa. Turamiz buni. Endi olamiz do'stlar. Voy, belimiz sinaydi-yu. To'xtab tur. Arlarni qo'yib. Ushib knopkani. Shu holatida 3-4 kilo bor. Endi balki asali 2 kilo chiqar, 1,5 kilo chiqar. Ramkasi bilan 3-4 kilo bor, xudo xolasa. Nari tomondan kiraylik. Kirish qilganman dechika. Telefon olmak kızım. Boş. Uçursan qaynab? Yo bo'laveradi. Shart emas, bo'laveradi. Yani. Isıp kettince. Do'stlar, iloji boricha chiroyli qilib kesishga harakat qilamiz. Chunki anchagina asalimiz juda ko'p emas. Shuning uchun ehtiyotlab kesib olamiz.
Oq qizdirib olma, tez ol. Ha, qizlar urushmanglar. Bolajonlar. Kichkinasi yig'layapti. Kechga yana qo'zg'adi. Jim bo'lib qoldi. Do'stlar, pichoqni qizdirishni ham ko'rib qo'yinglar. Mana oddiygina tefalda suvni qaynatib turib, o'sha tefalga tiqib qizdirib olyapmiz. Ko'rib turgan bo'lsalaring, ramkani juda tekislab kesib yormayapman. Chunki keyin yana shirishi bor, xudo xolasa. Bundan shishganicha qolaversin. Okay. Sekin. Ortiqchasi. Pis oldu. Bunu Burada. Kelo. Keling. Anetdan chiqarib yapsan-da. Qayerdan? Ke do'stim, ke. İşlaring diqqimi? Nima bo'ladi? O'zi arichsan-u chaqsa deysan, uyalmaysanmi shuni adiga?